Yo'taldan qarshi siroplar mavjud emas. Bolangiz shamollagan paytda yo'talga qarshi siroplar berasiz. Yo'tal kamayishni o'rniga aksincha ba'zi holatlarda ko'payib keladi. Keling buning sababini ko'rib chiqamiz. Barcha ota-onalar bilishi kerak bo'lgan narsa shuki, yo'taldan qarshi siroplar mavjud emas. Hammasi yo'tal uchun. Agar bolangiz salomatligi haqida yana ham ko'proq qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ha, tushunaman. Agar bola qattiq yo'talsa, uyda hamma bu bola namuncha yo'taldi deb hamma bezovta bo'ladi. Lekin aslida yo'tal bu yomon narsa emas. Bu organizmni himoya vositasi. Agar bolangizni yo'tali nam bo'lsa, uni to'xtatishni o'rniga aksincha balg'amini chiqarishga yordam bering. Bu uchun uyning havosini namlantiring maxsus moslamalar bilan. Bolaga ko'proq suv ichiring va bolani qorni bilan yotqizib, orqasiga yengilgina urib qo'ying. Bu drenajli massaj bo'lib, o'sha balg'amini ko'chirishga yordam beradi. Agar bolangizning yo'tali quruq bo'lsa, uni pediatr mutaxassisni oldiga olib borganingiz ma'qul. Bu videoni bolasi doimo yo'talib yuradigan tanishlarga yuborib qo'ying.